Sud organlari tomonidan 2024-yilda aholining huquqiy ong va madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga doir amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq Surxondaryo viloyati sudi tashabbusi bilan Termiz davlat universitetida Surxondaryo viloyat sudi sudyalari, viloyat prokuraturasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari ishtirokida korrupsiya jamiyat taraqqiyoti kushandasi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Universitetning professor-o'qituvchilari va yuridik fakultet talabalari bilan kechgan ushbu davra suhbatda ta'lim-tarbiya tizimi va imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirilganligi, ilk marotaba ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim va tarbiya tashkil etilishi, oliy ta'lim tashkilotlarida akademik erkinlik berilishi, tanlov asosida davlat hisobidan bepul oliy ma'lumot olish imkoniyati berilishi, nodavlat ta'lim tashkilotlari qo'llab-quvvatlanishi hamda eng muhimi o'qituvchilar sha'ni va qadr-qimmati himoya qilinishi belgilanayotganligi va shu asnoda korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashishlik lozimligi hamda mazkur toifadagi imkoniyatlarni ko'rish amaliyoti va jazo turlari to'g'risida tushuntirishlar berildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida o'zlarini keng qamrovli tushunchalari hamda amaliyotda bo'ladigan ishlar bilan tanishtirib o'tdilar. Bizga tushunarli tarzda tushuntirib va bundan tashqari kelajakda yosh huquqshunoslar, nafaqat yosh huquqshunoslar, balki butun xalq, siz-u biz korrupsiyaga qarshi kurashishni o'zimizdan boshlashimiz to'g'risida ma'ruzalarni aytib o'tdilar va kelajakda biz ushbu soha bo'yicha, ya'ni huquqshunos ekanmiz, sohamiz bo'yicha harakatlanar ekanmiz, korrupsiyaga yo'l qo'ymasligimiz to'g'risida anchagina yetarli ma'lumotga ega bo'ldik. Bundan tashqari 2023-yilning o'tgan davrida korrupsiya bilan bog'liq sodir etilgan jinoyatlar muhokama etildi. Hozirgi kunda ta'lim sohasida sodir etilayotgan korrupsion jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar hamda jinoyatlarni barvaqt oldini olish samaradorligini oshirish choralari yuzasidan sudyalar tomonidan ma'ruzalar qilinib, jinoyat sodir etilishining oldini olishga e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy jihatlarga to'xtalib o'tildi. Hozirgi kunda dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan eng birlamchi masalalardan biri korrupsiya muammosidir. Shu bois unga qarshi kurash xalqaro miqyosda ko'tarilib, jahon siyosatining muhim masalalaridan biriga aylandi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun.